Mukbang мороженое Twix shokolad deb o'ylabman. Faqat o'sha ozginagina shokoladdan ozginagina gramdan farqi bor. Ya'ni ozgina kattaroq shokoladga nisbatan Twix, Snickers, Bounty, Mars morojenalarini yeb ko'ramiz. Narxi necha pul deb o'ylaysizlar? Men birinchi marta tatib ko'rishim to'g'risi. Yaxshi, shokoladni o'zi faqat birga bir. Qizlar, azizlar, birga bir xil shokolad. Sizlargina mustaqilligidan farqi bo'lyapti xolos. O'rtasida karameli. Snickers. Men eng yaxshi ko'rgan shokoladlarimdan Snickers. Bularga boshqalarga nisbatan oxirida yeymiz. Twix deb ko'ramiz. Bilan Twix ta'mi bir xil. Snickers. Katta, ozgina. Yeb ko'rganmisizlar? Men birinchi marta yeb ko'rishim. O'xshaydi. Mars Twix ta'miga o'xshab ketadi. Buni ham ustida o'sha karamel qildi. Arayx bor menimcha, lekin ko'proq bilmadim, menga Bounty yoqdi. Narxi 16 mingdan. Arziydi, nima deysizlar?